U menga to'g'ridan-to'g'ri qaradi va unda hech qanday chegara yo'q edi. Ovchilar uyushmasini yo'q qila oladigan faqatgina bitta odam bor. Va u bilan hozir ko'rishasiz. Amerikaning eng yaxshi orakli, Norma Salner. Sizda mening kuchim bo'yicha shubhalar bo'lsa kerak. Ovchi Son Jinfu. Kimdir sizni yengishdan oldin undan yolvorib kechirim so'raysiz. Ovchilar ko'rinmas aura bilan tug'iladi. Faqat menga o'xshagan odamlar buni cheklashi mumkin. Demak, men avvalgidanda kuchliroq qilmoqchisiz. Ha, to'g'ri. Lekin u o'z kuchini yilda bir necha marta ishlatadi. Qanchalik darajada kuchaytira olasiz? Hammasi ovchilarga bog'liq. Odatda 20%, ko'pi bilan 30%gacha. 30% mi? Mana endi tushundim. Hwang Dong-sunning nima uchun bu shtatda yashashini. Biz sizga bu kuchni sovg'a sifatida taqdim etamiz. Birinchi qadam, mening ko'zlarimga qarang. Bu kuchni ta'minlab bo'lgandan keyin u Amerikaga kelishni xohlab qoladi. Ko'ramiz uni kuch chegarasi qayergacha ekan. Xonim Salner, sizga nima bo'ldi? U yerda o'zi nimani ko'rdingiz? U qirol. Oddiy ovchi shunaqami? Bilmadim. Qachonki uni ichiga qaraganimda nimadir menga tikilib qaradi. Bu Jinvu emasdi, lekin uning ichidagi qorong'ulik va o'ldirish hissi menga to'g'ridan-to'g'ri qaradi. Uning hech qanday chegarasi yo'q.